imom Ahmad degan katta olim bo'lgan, zabardoz rabboniy olimlardan Dimashqqa chiqqan. U Shom diyoridagi bir qishloqqa borib dars o'tmoqchi bo'ladi. Agar u kelyapman deganida u shaharning hokimi chiqib kutib olardi. Lekin imom Ahmad prostoy holatda keldi. Hech kimga e'lon qilmasdan kelaman, shu yerda ilm tarataman deb. Masjidning eshigini taqillatdi. Uyqusi buzilgan charog'ul chiqdidagi yuzlari burishib, masjidga azonda bomdodda keldi. Hozir yopiq dedi. Haligi eshikning oldida o'tirdi imom Ahmad. Qarasangizchi. O'tirdi va sovuq qotib ketganidan keyin yana eshik taqirlatdi. Shu yerga kirib o'tirib tursam deganida uyqusi buzilgan qorovul jahli chiqdidan ko'kragidan bir urib o'zidan ketkizib qo'ydi. Ikkita oyog'idan sudradi, yo'lni nariga olib tashladi. Tong vaqtida o'ziga xushusiga keldi imom Ahmad. O'zidan ketgan imom Ahmad o'ziga keldi. Qarasa bitta chiroqni ko'rdi. Navoiychi non yapyapti. Taq non yapyapti. Joy bordi. Borganida yaqinlashsa, haligi Navoiychining og'zidan astag'firulloh zikr ya Alloh taoloni eslayapti. To'xtamayapti. Birpas kuzatib turdi. To'xtamay shuni aytibdi. Keyin aytdi, assalomu alaykum dedi. Alaykum assalom. Ey birodar, siz bundan oyondan beri kuzatib turibman. Bundan boshqa kalima bilasizmi? Faqat istig'forni aytyapsiz. Boshqa zikrlarni bilmaysizmi degan edi. Unday qaradi, u kishi ham tanimaydi, u paytda televizor yo'q, Instagram, TikToklar yo'q endi. Imom Ahmad ekan u deb tanib qoladi degan. Men qaradidagi men shu istig'for bilan 3 ta maqsadim, niyatim bo'lar edi, ikkitasiga erishdim, bittasiga erisha olmay turibman dedi. Shu istig'forni ko'paytirganimdan keyin erishdim dedi. Bittasi qoldi dedi. Nima u bittasi degan edi? O Dimashqda dedi. Rasulullohning hadislarini yod olgan, yuzlaridan nur tomib turgan Rabboniy imom Ahmad degan olim chiqqan. Shu olimning darsida bir marta o'tirsam, og'zidan bitta hadis eshitsam bo'ldi dedi. Uchrasha bilsam bo'ldi shu olim bilan dedi. Degan edi, imom Ahmadning ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Ey Navoiy dedi. Istig'forni yana ham ko'paytiravering. Imom Ahmadni Alloh taolo ikkita oyog'i sudralgan holatda Navoiy xonangizga olib kelib qo'ydi dedi. Ko'ryapsizmi?